Hürmet İnşan Hazretleri geldi. Amin. Amin. Allah tellerini aman, devletlerini ziyadı kılgay. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rahmet. Oltirayli. Xan alileri, özlerine ma'lum qiladigan muhim ish botdi. Eytsila. Ulug' xan alileri, xabarlari bormikin? Xandonligimiz tavalligidik fuqarolarning dod faryodi kun sari kuchaymoqda. Faqir ixlosman sodiq murd bo'lganligim uchun ularning dod faryodiga parvo qilmay turolmadim. Xon oliylari. Ba'zi odamlar shariat nizomlarini oyoq osti qilyotidi. Kimlar? Hurmatli oliylari. Sozanda Umarning muqomni ratlash tashabbusi inshollarimizning diniy nizomiga muxolif ish. Hurmatli xon oliylari. Faqir shariat nizomlarini qo'g'dashga mas'ul. Bu ishda olilardan ranjiyotgan yerimiz yo'q. Faqat Ömerning shariat nizomlariga xilof ishlaridanla qattiq norozi bo'lyapmiz. Sizlarning Ömer ustozning o'ldirilganligidan xabaringlar bormi yo'q? Hurmatli xon oliylari, Sozanda Ömerning o'limidan bizmi qattiq qayg'uryapmiz. Merhumning yatqa yeri cennet bo'lg'ay. Yani deydigan başka gaplar bormi? Dana oliylari, hozir fuqarolarning dod faryodi palak yetib tug'an chekishmoqda. Faqir Mansurning to'polon ko'tarishini mush ishga munosabatlikmikin deb qarayman. Ularning to'polonini o'zim tinjitaman. Sizlarga ijozat. Malikam, Ömer ustozning ishini hozir tilga olmay turayli. Mansur to'polon ko'tadi. Ba'zilar to'polondan foydalanib qasddan chatoq chiqaryotidi. Men to'polonni tinjitib, o'rniga qaytib kelguncha muqomni yig'ib ratlash ishini vaqtincha to'xtatib turing. Oliylari, kechirsizlar. Ömer ustozning o'limi ham muqomni ratlash ishining to'polon bilan men munosabati borligini bilolmayapman. Bu ish sal murakkab. Keyin bir narsa deyishamiz. Aman Nisaxon, siz
Siz meni dost bilen düşmanni ayrımeli dep ayıplab atamsiz qandaq? Bo'ldi. Bu qitimqi to'plag'ni qandaq tinchitishda ko'nglimda sanba. Qararimga hurmat qilg'aysiz. Adolat iniganam o'rniga kelib sizga hamroh bo'ladi. O'zingizni ko'proq asrang. Ömer ustozning ishini hozircha tilga olmay turay. Qararimga hurmat qilg'aysiz. Allahu akbar. Mübarek olsun. Bu heyet onda vakit geldi. Allah'ım oğlan. Amirler çok olgan heyet oldu. Ayemlerin mübarek olsun Xaniş Ali'dir. Ayemlerin mübarek olsun. Xaniş Ali'leri. Ayemlerin mübarek olsun. Rahmet. Aman sakın ne Şunu deyme. Aman sahinim, bugün ecep kembep abi. Şunu deyme. Belkim o Muqam bayramını ötküzüşünü kütüp olsağandı. Rastila. Mijazlar özgürüp kalıp atamda. Orun tutup yetip kağallardan Xan Aliler haber tapsa, qattiq ensirep ketidi. Xan Alileri uzundu qaytib kelidi.
Buldu şam hemra mağa derdimgi derman bulup